balkim firibgarlar ham foydalanmoqdalar. Kiber jinoyatlardan qanday himoya qilasiz degan savol. Assalomu alaykum. O'rgatishimsa, voy, qarang, Telegramga kiber hujumi boshlanibdi, okey? Masalan, meni nomimdan, meni Telegramimdan boshqa odamga qarz so'rayapti. Pul berib turing, 4 million pul berib turing, 5 million pul berib turing. Menga ham kelgan dokumentlar. Siz masalan sizdan menga keladi-da. Ulug'bek pul so'rayaptilarmi deb. Men hayron qolaman. Shunaqa-da xullas. Sizga telefon qiladi, video vizif qiladi-da. Rasmingiz chiqadi, o'zingiz chiqadi. Shunda rasmga olib, o'sha yuzingizga kredit oladi, bor bir xilda. Qara, agar o'shani basharaman, anaqa qilib chiqsa qani. Ololmasmikan? Yo'q, bo'lmaydi, men oladi aka. Bo'ldi, yaxshi yetdingmi shu narsani? Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Voy, dugonajon. Bilasanmi? O'chir. Nimaga? Kallim ham hozir shunaqa narsa chiqib ketgan, kiber hujum boya eshitdim. Sani nomingdan kimgadir qarz bergan deb 8 million, 5 million so'rar ekanda, o'rtog'im qarz pul kerak bo'lib qolibdi, shatda jo'nataveradi, yeb qo'yadi. Keginchi yana shunaqasi chiqdi, telefon qilganda ko'tarmagan. Ko'tarsang, shuna yuzing shaklini ko'rar ekanda, rasmga olib, nomingga kredit olar ekan. O'rtog'im edi. O'rtog'ing bo'lsa ham baribir qo'y. Keyin o'rtog'ing nomidan pul so'rab kelib qolsa, shu aloqaga chiqma, iloji bo'lsa o'zim ham kichkina telefondan tutsak bo'lar ekan, bor-ku. Plastikimga pul urib ketmasin deb qo'rqaman-da, baribir plastikdan qo'ysa. To'g'ri. Mana menga ham SMS keldi. Komoldan kelibdi-yu, Komoldan. Ulug'bek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, uyda qurilish qilyotgandim. Shu 2 million kerak bo'lib qoldi. Deb turamizmi? Mabodo. Kiber hujum menga hujum o'tyapti. Yaramaslar. Qara, bilamiz-ku biz, qara. O'zi Komol qilmayapti, shuni kimdir qilyapti deb mashina bor-ku. Shunichi, lekin bir militsiyaga berib yuborsak bo'ladi, razakotda sog'ibga qolamiz. To'ppa-to'g'ri qancha insonni odamlarni qutqaramiz, bilasizmi? Ha, hozir necha yil? 1-2 mi? Ha, rahmat. Qanaqa ish qildingiz hozir, adasi? Qancha insonlarni qutqardik hozir. Lekin kim qotdi? Uchastkavoy ekami? Alo, Ulug'bek akamisiz? ha, komandir, manman. Qarang, Kamoliddin ushlab olib keldik. Ishladinglarmi? Ha, ushlab olib keldik. Ha, yaxshi. Sizga rostdan kiber hujum qilganmi? Ha, menga kiber hujum bo'ldi-da bu tomondan. Plastikni pulni yechib olishga sal qoldi. O'zi plastikingizda necha million bor? 200 ming so'm pul bor-da, 200 ming so'm hozir hali oylik shunaqa. Voy, siz tez yetib keling bizning uchastka punktga. Men ham borishim kerak. Ha, keling, Kamol bilan bir uchrashing. Yo'q. Hech ham bormi? Yuzingizni rasmga oladi, u buni katta narsaga kredit oladi. Bormaysiz? Bormayman deng. Komandir? Eshitaman. Men unaqa ahmoq emasman, o'xshamadi. Nima o'xshamaydi? Men bormayman, Boblab qo'ydi. Plastikimda 200 ming pul bor edi. Yaxshi yonga qoladigan bo'ldi. Salqo bo'lmasam, o'sha yerda oldirib qo'yardim. Yomon kallamiz vaqtida ishlab qoldi.